Salom aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugungi suhbatimiz ochig'ini aytsam, har biringizning moliyaviy barqarorligingiz va otda kelajagingizga bevosita ta'sir qiladigan o'ta muhim mavzuga bag'ishlangan. Shunday vaziyatlar borki, pul qo'lingizga kelib turgan bo'ladi. Ammo bir dona qog'oz yoki bir hujjatning yo'qligi sababli u sizga yetib kelmaydi. Siz millionlab, hatto milliardlab mablag'lardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shunchaki bitta kichik ammo o'ta muhim detal tufayli. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu haqiqat. Shuning uchun hozir hech qanday bahonani o'ylamasdan darhol kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki hozir men aytadigan ma'lumotlar sizni juda katta muammolardan qutqarishi mumkin. Tayyormisiz? Unda boshladik. Muammo markazi ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bir paytlar, ya'ni bundan 10-20, hatto 30 yil oldin bizning mamlakatimizda va ko'plab boshqa joylarda pul masalalar ancha sodda va ba'zan hatto rasmiyatchiliksiz hal etilar edi. Odamlar bir-birlariga ishonch asosida qarz berishar. Pul o'tkazmalarini pochta orqali yoki shaxsan hech qanday qog'ozlarsiz olib borishar edi. Katta pul miqdorlariga oid bitimlar ham ko'pincha qarsak bilan yoki qo'l berib kelishuv asosida amalga oshirilardi. Ba'zan birgina guvohning so'zi ham yetarli bo'lardi. Uy sotish yoki yer sotib olish kabi katta operatsiyalar ham hozirgidek qat'iy talablarga javob bermasdi. U paytlarda moliyaviy tizimning murakkabligi, xavfsizlik protokollari va qonunchilik hozirgidek rivojlanmagan edi. Natijada pul bilan bog'liq nizolar yoki firibgarlik holatlari yuzaga kelganida odamlar o'z haq-huquqlarini isbotlashda qiynalishar. Ko'pincha hech qanday dalilga ega bo'lmay qolishardi. Ammo bugungi kunga kelib dunyo tubdan o'zgardi. Globalizatsiya, raqamlashtirish, iqtisodiy aloqalarning murakkablashuvi va ayniqsa pul yuvish, amal anti-money laundering va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash, CTF counter terrorism financing kabi jiddiy masalalar tufayli moliyaviy operatsiyalar juda qattiq tartibga solingan. Endi har bir pul harakati, ayniqsa katta summadagi operatsiyalar shaffof bo'lishi va hujjatlar bilan tasdiqlanishi shart. Davlatlar, banklar va moliyaviy muassasalar kimga qancha pul kelishi, qayerdan kelishi va qanday maqsadlar uchun ishlatilishi haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lishni talab qiladi. Bunisi shunchaki qog'ozbozlik emas, balki ikki asosiy sababga ko'ra zarur. Birinchidan, fuqarolarning o'zlarini himoya qilish. Har bir bitim hujjatlashtirilganida sizning huquqlaringiz kafolatlanadi va kelajakda yuzaga kelishi mumkin. Har qanday tortishuvda o'zingizni himoya qilish uchun aniq dalillarga ega bo'lasiz. Ikkinchidan, umumiy moliyaviy tizim xavfsizligini ta'minlash. Hujjatlar orqali pul oqimlarini nazorat qilish, jinoyatchilikni kamaytirishga, noqonuniy yo'llar bilan topilgan pullarning qonuniylashhtirilishiga to'sqinlik qilishga yordam beradi. Shunday qilib, bugungi kunda agar sizning qo'lingizga pul kelishini istasangiz, u oddiy ish haqi bo'ladimi, merosmi, kreditmi yoki katta savdo bitimimi, uning har bir bosqichi hujjatlar bilan mustahkamlangan bo'lishi shart. Aks holda siz nafaqat puldan mahrum bo'lishingiz, balki qonun oldida muammolarga ham duch kelishingiz mumkin. Bu qoida shunchalik qat'iyki, hatto juda kichik narsalar ham, masalan, bank hisob varag'ini ochish uchun pasportingizning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, sizning moliyaviy operatsiyalaringizni to'xtatib qo'yishi mumkin. Moliyaviy dunyo raqamlarga va qog'ozlarga asoslangan qat'iy tizimga aylanganini tushunishimiz kerak. Asosiy qism 1. Nima bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kimga kerak emas? Keling, avvalo sizga pul kelmasligi mumkin bo'lgan eng asosiy sabab, ya'ni ma'lum hujjatlarning yo'qligi holatini chuqur tahlil qilaylik. Aslida har bir inson bu borada xavotir olishi kerak. Chunki hayotda qanday vaziyatlarga duch kelishimizni oldindan bilmaymiz. Ammo ayniqsa kimlar ko'proq e'tibor berishi kerakligini ham tushuntiraman. Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim hujjatlar toifalar asosan 3 ga bo'linadi. 1. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, pasport, ID karta. 2. Moliyaviy operatsiyaning qonuniyligini tasdiqlovchi hujjat, shartnomalar, hisob fakturalar, bitimlar. 3. Pulning manbasini yoki sizning pulga bo'lgan huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlar, meros guvohnomasi, sud qarori, daromad deklaratsiyasi. Endi esa bir nechta aniq hayotiy misollar orqali bularning har birini chuqur tushuntirib beraman. Misol, bank hisob varag'iga kelgan xorijiy pul o'tkazmasini olish. Tasavvur qiling, sizning xorijdagi qarindoshingiz yoki do'stingiz sizga 3 million AQSh dollari miqdorida pul o'tkazmasini yubordi. Bu sizning oilaviy ehtiyojlaringiz. Masalan,
farzandingizning o'qishiga to'lov qilish yoki uy remontini yakunlash uchun juda zarur bo'lgan mablag'. Siz bankka borasiz, ammo kassir sizdan pulni berishdan oldin pasportingizni so'raydi. Siz esa pasportingizni uyda unutib qo'ygansiz yoki undan ham yomoni, uning amal qilish muddati 1 oy oldin tugagan. Nima sodir bo'ladi? Bank sizga pulni bermaydi. Ular sizning shaxsingizni tasdiqlovchi amaldagi hujjat bo'lmaguncha pullarni berishga qonun haqli emaslar. Bu asosan mijozingizni biling, tamoyili va pul yuvishga qarshi kurash choralarining bir qismi. Bank agar kimligi tasdiqlanmagan shaxsga pul bersa, o'zi ham katta jarimaga tortilishi mumkin. Oqibat siz bir necha kun yoki hatto bir necha hafta puldan mahrum bo'lasiz. Agar pasportingiz tugagan bo'lsa, uni yangilash uchun vaqt va qo'shimcha xarajat talab etiladi. Natijada farzandingizning o'qishiga to'lov kechikishi, remont ishlari to'xtashi va sizning shaxsiy rejalaringiz buzilishi mumkin. Sizga zarur bo'lgan $3000 masalan $3000 zarar ko'rishingiz mumkin kechikish tufayli yuzaga kelgan jarimalar yoki boshqa xarajatlar sababli. Kim xavotir olishi kerak? Chetdan pul oladiganlar, bank bilan munosabatda bo'ladiganlar umuman olganda har bir fuqaro o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarning doim amalda va joyida bo'lishini ta'minlash shart. Misol 2, katta summadagi mulkni sotishdan olingan daromad. Siz o'zingizning eski kvartirangizni 800 million so'mga sotishga kelishdingiz. Xaridor tayyor, notarius ham belgilangan. Hamma narsa joyida deb o'ylaysiz. Notariusda esa sizdan kadastr hujjatlarini, ya'ni mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashadi. Sizda esa bu hujjatlar yo'qolgan yoki eski nomingizda turibdi. Yoki uyni kimdan sotib olganingizga oid shartnoma topilmayapti. Nima sodir bo'ladi? Notarius notarial harakatni amalga oshirmaydi. Siz uyning qonuniy egasi ekanligingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlarsiz, ayniqsa kadastr hujjatlarisiz kvartirangizni sota olmaysiz. Bugungi kunda har qanday mulk bilan bog'liq bitimlar qat'iy ravishda hujjatlashtiriladi. Kadastr organlarida qayd etilgan ma'lumotlar, egalik huquqi to'g'risidagi guvohnomalar, texnik pasport va boshqa zarur hujjatlar majburiy hisoblanadi. Oqibat siz xaridorni yo'qotishingiz mumkin. Kvartira 800 million so'm turadi, ammo hujjatlarning yo'qligi sababli bu pul sizga kelmaydi. Siz hujjatlarni tiklash uchun kamida 1 oy, balki 3 oy vaqt sarflaysiz. Bu jarayon sizga 5 million so'mdan 11 million so'mgacha qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Davlat boji, hujjatlarni tiklash uchun to'lovlar, yo'l haqi va hokazo. Bu vaqt ichida bozor narxlari o'zgarishi, xaridor boshqa variant topib ketishi yoki uyingizning qadri tushib ketishi mumkin. Siz, masalan, yuridik xizmatlarga ham murojaat qilishga majbur bo'lishingiz mumkin. Bu ham o'z navbatida xarajatlarni oshiradi. Kim xavotir olishi kerak? Mulk egalari, mulkni sotish yoki sotib olishni rejalashtirayotganlar, meros orqali mulk olganlar. Doimo mulkingizga oid barcha hujjatlarning to'g'ri va joyida ekanligini tekshirib turing. Misol 3, merosni rasmiylashtirishda moliyaviy yo'qotishlar. Marhum amakingiz vafot etdi. Uning bank hisob varag'ida 7 million so'm miqdorida puli bor edi. Siz uning yagona yaqin qarindoshisiz va bu pul sizga meros bo'lib qolishi kerakligini bilasiz. Siz notariusga borasiz. Ammo sizda amakingizning o'lim guvohnomasi yoki u sizga vasiyatnoma qoldirganligi to'g'risida hujjat yo'q. Hatto sizning u bilan qarindoshlik aloqangizni tasdiqlovchi hujjat, tug'ilish guvohnomasi ham topilmayapti. Nima sodir bo'ladi? Notarius sizga merosga egalik huquqi to'g'risida guvohnoma bera olmaydi. Chunki notarius marhumning o'limini tasdiqlovchi rasmiy hujjat, o'lim guvohnomasi. Meros qoldiruvchi va merosxo'r o'rtasidagi qarindoshlik aloqasini tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi va hamda vasiyatnoma agar mavjud bo'lsa, bo'lmaguncha harakat qila olmaydi. Ushbu hujjatlarsiz 7 million so'm bank hisob varag'ida muzlatilgan holatda turib qoladi. Oqibat sizga juda zarur bo'lgan 7 million so'm sizga kelmaydi. Bu pulga ehtiyojingiz bo'lgan bir paytda siz hujjatlarni tiklash uchun sudga murojaat qilishga majbur bo'lishingiz mumkin. Bu esa kamida 6 oydan 1 yilgacha vaqt talab qiladi. Sud xarajatlari, advokat xizmatlari va boshqa rasmiy to'lovlar sizga 5 million so'mdan 10 million so'mgacha qo'shimcha xarajat olib kelishi mumkin. Meros muddati ham o'tishi mumkin. Bu esa pullarni olish jarayonini yanada murakkablashtiradi. Bu pullar sizning qo'lingizga kelguncha siz o'zingiz rejalashtirgan, masalan, uy sotib olishning birinchi to'lovini amalga oshirish yoki biznesingizga sarmoya kiritish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. Kim xavotir olishi kerak?
qarindoshlari vafot etganlar, yaqin insonlaridan meros kutayotganlar, shuningdek kelajakda o'z mol-mulklarini meros qoldirishni rejalashtirayotganlar. Har bir oilada muhim hujjatlar to'plami, tug'ilish guvohnomalari, nikoh guvohnomalari, o'lim guvohnomalari tartibli saqlanishi shart. Misol biznesni ro'yxatdan o'tkazmasdan sarmoya jalb qilish. Sizda ajoyib biznes g'oyasi bor va siz buni amalga oshirish uchun xorijiy investitsiya jalb qildingiz. Xorijlik investor sizning loyihangizga belimit AQSh dollari sarmoya kiritishga tayyor. U sizdan kompaniyangizning davlat ro'yxatidan o'tganligi to'g'risidagi guvohnoma, ustav hujjatlari va agar faoliyatingiz litsenziyalanadigan bo'lsa, tegishli litsenziyalarni so'raydi. Siz esa hali rasman biznesingizni ro'yxatdan o'tkazmagansiz. Chunki keyinroq qilaman deb o'ylaganingiz. Nima sodir bo'ladi? Investor sizga pul o'tkazmaydi. Har qanday rasmiy investor, ayniqsa xalqaro miqyosdagi investorlar pulni noqonuniy yoki ro'yxatdan o'tmagan subyektga o'tkazmaydi. Bu xalqaro moliyaviy qoidalarga zid va investor uchun katta huquqiy va moliyaviy xavf tug'diradi. Ularga sizning biznesingiz rasmiy, qonuniy asosga ega ekanligini tasdiqlovchi hujjatlar kerak. Oqibat. Siz $50,000 investitsiyani qo'ldan boy berasiz. Bu mablag'siz ehtimol sizning biznes g'oyangiz hech qachon amalga oshmaydi. Ro'yxatdan o'tish jarayoni bir necha kundan bir necha haftagacha cho'zilishi mumkin. Lekin bu jarayonni oldindan bajarishingiz kerak edi. Investor esa kutib o'tirmaydi va boshqa loyihaga sarmoya kiritishi mumkin. Bu yo'q o'tishning moddiy qimmati faqat $50,000 emas. Balki sizning biznes orzuyingiz va kelajakdagi millionlab daromadlaringizdan mahrum bo'lishingizdir. Kim xavotir olishi kerak? Tadbirkorlar, startap egalari sarmoya jalb qilishni rejalashtirayotganlar. Biznesni boshlashdan oldin barcha huquqiy va rasmiyatchilik masalalarini hal qilib, hujjatlarni tartibga solish zarur. Misol 5. Pensiya yoki nafaqa olishda muammolar. Siz pensiya yoshiga yetdingiz va nihoyat har oy davlat tomonidan to'lanadigan pensiyani olishni intiqlik bilan kutmoqdasiz. Siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilasiz. U yerdagi xodim sizdan pasport, mehnat daftarchasi va agar mavjud bo'lsa, o'qish diplomlari, harbiy xizmat guvohnomasi kabi hujjatlarni so'raydi. Sizning mehnat daftarchangiz esa yo'qolgan yoki undagi barcha yozuvlar aniq emas, hatto ba'zi joylarda muhrlar ham yo'q. Nima sodir bo'ladi? Pensiya jamg'armasi sizga pensiyani rasmiylashtira olmaydi. Pensiyani hisoblash uchun sizning ish stajingiz va daromadlaringiz haqida aniq ma'lumotlar talab qilinadi. Mehnat daftarchasi esa bu ma'lumotlarning asosiy manbai hisoblanadi. Undagi kamchiliklar yoki yo'qligi sizning pensiya tayinlash jarayonini to'xtatib qo'yadi. Oqibat siz har oy olishingiz kerak bo'lgan, masalan 5 million so'mlik pensiyadan mahrum bo'lasiz. Bu pul sizning kunlik ehtiyojlaringizni qondirish uchun juda zarur. Mehnat daftarchasini tiklash yoki ish stajini arxiv hujjatlari orqali tasdiqlash uchun bir necha oy vaqt ketishi mumkin. Bu muddatda siz hech qanday daromadsiz qolasiz. Bu esa sizning va oilangizning moliyaviy ahvolini og'irlashtiradi. Hujjatlarni tiklash uchun arxivga borish, ma'lumotnomalar yig'ish ham alohida vaqt va mablag' talab qiladi. Kim xavotir olishi kerak? Pensiya yoshidagi fuqarolar har qanday nafaqa, bolalar nafaqasi, nogironlik nafaqasi oluvchilar. Yoshlar ham hozirdanoq o'z mehnat daftarchalarining to'g'ri yuritilishini va saqlanishini nazorat qilishlari kerak. Xulosa qilib aytganda, bu misollar shuni ko'rsatadiki, pulning sizga yetib kelmasligiga sabab bo'ladigan eng katta to'siq bu hujjatlarning yo'qligi, eski yoki noto'g'ri ekanligi. Hozirgi kunda hujjatlar shunchaki qog'oz emas, balki moliyaviy dunyodagi sizning qalitingiz hisoblanadi. Ular sizning huquqlaringizni kafolatlaydi. Moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligini tasdiqlaydi va sizni turli xil firibgarliklardan himoya qiladi. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar albatta. Har qanday qoidaning o'z istisnolari bor, ammo moliyaviy masalalarda bu istisnolar ko'pincha katta xavf bilan birga keladi. Shuningdek, ba'zi holatlarda odamlar ko'pincha e'tiborsiz qoldiradigan tuzoqlar va noaniq nuanslar ham mavjud. Istisnolar, kichik naqd pul operatsiyalari, kichik miqdordagi naqd pul bilan savdo qilish yoki xizmatlar uchun to'lov qilishda odatda hujjatlar talab qilinmaydi. Masalan, bozordan oziq-ovqat sotib olish yoki taksiga ertaning so'm to'lash uchun sizdan pasport so'ralmaydi. Ammo hatto bu holatda ham agar kelishmovchilik yuzaga kelsa, masalan, yomon sifatli mahsulot sotib olsangiz, chek yoki kvitansiya bo'lmasligi sizning haqqingizni isbotlashni qiyinlashtiradi.
rasmiyatchiliksiz qarz berish ba'zi holatlarda. Ayniqsa oila a'zolari yoki juda yaqin do'stlar o'rtasida kichik miqdorda qarz berish og'zaki kelishuv asosida amalga oshirilishi mumkin. Masalan, ukangizdan 200 ming so'm qarz olsangiz, odatda hech qanday qog'oz yozilmaydi. Ammo bu faqat ishonchga asoslangan va doimo kelishmovchilik yoki qaytarib olmaslik xavfini o'z ichiga oladi. Katta summadagi pullarda bunday usul mutlaqo tavsiya etilmaydi. Tuzoqlar, muddati o'tgan hujjatlar. Eng keng tarqalgan tuzoqlardan biri bu pasport, ID karta, haydovchilik guvohnomasi yoki boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning amal qilish muddati o'tganligidir. Yuqoridagi birinchi misolda aytganimdek, hatto bir kun o'tgan pasport ham sizni katta miqdordagi puldan mahrum qilishi mumkin. Ko'pgina odamlar pasportini erta almashtirishni unutadilar yoki e'tiborsiz qoldiradilar. Bu esa bank operatsiyalari, xorijga chiqish yoki har qanday rasmiy bitimlarda jiddiy muammolarga olib keladi. Misol uchun, siz ertalab soat 9:00 da banka borganingizda pasportingizning muddatigacha tugaganligini bilib qolishingiz mumkin. Shunda siz butun kunni hujjat yangilashga bag'ishlashingizga to'g'ri keladi. Bu esa boshqa muhim rejalaringizni buzadi. Ma'lumotlardagi xatolar, hujjatlarda ism, familiya, tug'ilgan sana yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlardagi kichik xatolar ham katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, bank hisob varag'ingizdagi familiyangiz pasportingizdagi familiyadan bitta harfga farq qilsa ham 10 million so'mlik pul o'tkazmasini qabul qila olmaysiz. Bu xatoni tuzatish uchun banka borishingiz, arizalar yozishingiz va bir necha kun kutishingizga to'g'ri keladi. Muhri yo'q yoki imzosiz hujjatlar, ba'zi hujjatlar masalan, ish joyidan ma'lumotnoma, shartnoma nusxalari rasmiy muhr yoki mas'ul shaxsning imzosiz qonuniy kuchga ega emas. Siz 2 million so'mlik ipoteka krediti uchun bankka murojaat qildingiz va ish joyingizdan daromadingiz to'g'risida ma'lumotnoma olib keldingiz. Ammo bank xodimi ma'lumotnomada korxona muhri yo'qligini yoki direktorning imzosi ko'rinmayotganini aytsa, kreditingiz tasdiqlanmaydi. Siz qaytib borib, ma'lumotnomani qayta rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu esa kredit olish jarayonini uzaytiradi va imkoniyatingizni kamaytiradi. Raqamli va jismoniy nusxalar o'rtasidagi nomuvofiqlik. Hozirgi raqamli asrda ko'plab hujjatlar elektron shaklda mavjud. Ammo ba'zi rasmiy idoralar hali ham jismoniy asl nusxani talab qiladi. Misol uchun, sizning yer uchastkangizni sotishda elektron kadastr ma'lumotlari yetarli bo'lmasligi, notarius asl qog'oz hujjatni talab qilishi mumkin. Yoki aksincha, ba'zi platformalar faqat elektron hujjatlarni qabul qiladi va siz jismoniy hujjatlaringizni raqamlashtirishga qiynalasiz. Ishonchnoma bilan bog'liq masalalar. Boshqa shaxs nomidan pul bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirishda ishonchnomaning yuridik to'g'riligi juda muhim. Ishonchnoma noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, unda vakolatlar aniq ko'rsatilmagan bo'lsa yoki muddati o'tgan bo'lsa, siz boshqaning pulini ola olmaysiz. Masalan, siz chet eldagi qarindoshingizning uyini 700 million so'mga sotishga kelishdingiz. Ammo sizdagi ishonchnoma notarius tomonidan tasdiqlanmagan yoki unda mulkni sotishga oid aniq vakolatlar ko'rsatilmagan. Natijada bitim amalga oshmaydi. Noaniq nuanslar moliyaviy operatsiyalarning qat'iyligi sababi nima uchun banklar yoki boshqa muassasalar shunchalik mayda narsalarga ham e'tibor beradi? Sababi shundaki, bu faqat sizning pulingiz xavfsizligi haqida emas. Bu global miqyosda pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish, narkotik savdosi va boshqa jinoiy faoliyatlarga qarshi kurashning bir qismidir. Har bir davlat va bank xalqaro qoidalarga rioya qilishga majbur. Agar ular rioya qilmasalar, ular katta jarimalarga tortilishi, xalqaro sanksiyalar ostida qolishi yoki hatto litsenziyasidan mahrum bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular sizdan har bir qog'ozni so'rashga majburdirlar. Sizning 1 million so'mlik o'tkazmangiz ham ular uchun potensial xavfni anglatishi mumkin. Agar sizning shaxsingiz aniq tasdiqlanmasa, mintaqaviy farqlar, ba'zi hujjatlarga bo'lgan talablar mintaqalar, banklar yoki mamlakatlar o'rtasida farq qilishi mumkin. Masalan, bitta bankda pul o'tkazmasini olish uchun faqat pasport yetarli bo'lsa, boshqasida pulning kelib chiqish manbasini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar, masalan, shartnoma, hisob faktura talab qilinishi mumkin, ayniqsa katta summalarda. Ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi, hujjatlaringizni saqlashda juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ularni yo'qotish yoki o'g'irlatish shaxsiy ma'lumotlaringizdan firibgarlar tomonidan foydalanishga olib kelishi mumkin. Bu esa o'z navbatida sizning nomingizdan soxta kreditlar olish
bank hisob varaqlarini ochish yoki boshqa moliyaviy jinoyatlarni sodir etish xavfini oshiradi. $1000 miqdoridagi soxta kredit sizning kredit tarixingizni buzishi va kelajakda haqiqiy kredit olishingizga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu tuzoqlar va noaniq nuanslarni bilish sizga moliyaviy operatsiyalarda yanada ehtiyotkor bo'lishga va har doim bir qadam oldindan rejalashtirishga yordam beradi. Esda tuting, qog'ozbozlik deb ataladigan jarayonlar sizning pulingizni himoya qilish uchun joriy qilingan. Amaliy maslahatlar, nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Nima qilish kerak? Qanday qilib o'zingizni va pullaringizni himoya qilish, moliyaviy jarayonlarda to'siqlarga duch kelmaslik uchun konkret qadamlar. Mana sizga aniq ko'rsatmalar. Bir barcha muhim hujjatlaringizning inventarizatsiyasini o'tkazing. Har bir inson birinchi navbatda o'zining shaxsiy va moliyaviy hujjatlarining to'liq ro'yxatini tuzishi shart. Bu ro'yxatga pasport, ID karta, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi, oliy ma'lumot diplomlari, harbiy guvohnoma, haydovchilik guvohnomasi, mulkka egalik huquqi to'g'risidagi guvohnomalar, kadastr hujjatlari, bank hisob varaqlarining shartnomalari, kredit shartnomalari, sug'urta polislari, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq hujjatlar kabi barcha muhim qog'ozlar kirishi kerak. Bu ro'yxatni tuzish sizda qaysi hujjatlar borligini va qaysilari yo'qligini aniqlashga yordam beradi. Har bir hujjatning amal qilish muddatini tekshiring va oldindan yangilang. Ayniqsa pasport va ID kartaning amal qilish muddatiga katta e'tibor bering. Muddati tugashiga kamida 306 oy qolganda yangilash uchun ariza berishni rejalashtiring. Bu sizga kutilmagan vaziyatlarda hujjatlarsiz qolib ketmaslikka yordam beradi. Masalan, pasportingizning muddati 5 oy keyin tugasa, bugundanoq uni yangilash uchun reja tuzing. Uning muddati tugashini kutib o'tirmang. Boshqa hujjatlar, masalan, litsenziyalar yoki ruxsatnomalar uchun ham shu qoidaga amal qiling. 3. Hujjatlaringizning nusxalarini saqlang. Raqamli va jismoniy. Har bir muhim hujjatning bir nechta nusxasini qilib qo'ying. Jismoniy nusxalar bir nusxasini uyda xavfsiz joyda, seyfda, yopiq shkafda saqlang. Yana bir nusxasini ota-onangizning uyida yoki ishonchli qarindoshingizda saqlashni ko'rib chiqing. Raqamli nusxalar barcha hujjatlarning sifatli fotosuratlari yoki skaner qilingan versiyalarini elektron shaklda PDF, JPEG formatlarida saqlang. Ularni bulutli xotirada Google Drive, Dropbox yoki xavfsiz tashqi flash diskda parol bilan himoyalangan holda saqlang. Shuni unutmangki, elektron nusxalar ba'zida talab qilinishi mumkin. Lekin asl nusxalar bilan bir xil huquqiy kuchga ega emas. Shuning uchun asl nusxalarni ehtiyot qilish muhim. Misol uchun, pasportingizni yo'qotgan taqdirda uning nusxasi uni tiklash jarayonini tezlashtiradi. 4 hujjatlar yo'qolgan yoki buzilgan taqdirda qayerga murojaat qilishni biling. Pasport, ID karta. Hududiy ichki ishlar bo'limining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga. Kadastr hujjatlari uy yer, davlat kadastrlari palatasining hududiy bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga. Tug'ilish, nikoh, o'lim guvohnomalari, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish EXDG bo'limlariga. Mehnat daftarchasi oxirgi ish joyingizning kadrlar bo'limiga yoki arxivga. Bu joylarning manzili. Telefon raqamlari va ish tartibini oldindan bilib oling. 5 murakkab holatlarda mutaxassislarga murojaat qiling. Agar siz katta miqdordagi meros, murakkab mulk bitimlari yoki biznes investitsiyalari kabi masalalarga duch kelsangiz, o'z sohasining mutaxassisi, yurist, notarius yoki moliya maslahatchisi bilan maslahatlashing. Ular sizga zarur hujjatlar ro'yxatini tuzishda, ularni to'g'ri rasmiylashtirishda va huquqiy xatarlarni minimallashtirishda yordam beradi. Ba'zan birgina mutaxassis maslahati sizni katta moliyaviy yo'qotishlardan qutqarishi mumkin. Masalan, 5 million so'mlik mulkni sotishdan oldin notarius bilan maslahatlashish 5-10 million so'mlik muammolardan qutqarishi mumkin. 6. Hujjatlarni tartibda saqlash uchun maxsus papkalar va fayllardan foydalaning. Muhim hujjatlarning har bir turini alohida papkalarga yoki fayllarga ajratib qo'ying. Masalan, shaxsiy hujjatlar, mulk hujjatlari, moliyaviy shartnomalar kabi nomlar bilan. Bu sizga kerakli hujjatni tez topishga va ularni tartibda saqlashga yordam beradi. Tartibsizlik yo'qotishga yoki noto'g'ri joylashtirishga olib keladi. Bu esa o'z navbatida pulingizga yo'l to'sishi mumkin. 7. Hech qachon hech kimga o'z hujjatlaringizni to'g'ridan-to'g'ri bermang yoki ularni begona shaxslar qo'liga topshirmang. Hujjatlaringizning nusxalarini berishda ham ehtiyot bo'ling.
faqat ishonchli tashkilotlar yoki shaxslarga zarurat tug'ilganda bering. Firibgarlar sizning hujjatlaringizdan foydalanib, sizning nomingizdan moliyaviy jinoyatlarni sodir etishi mumkin. Har doim hujjatlaringizning xavfsizligini ta'minlashga ustuvor ahamiyat bering. Ushbu amaliy maslahatlarga rioya qilish sizni ko'plab moliyaviy muammolardan himoya qiladi va pulingizning sizga to'siqsiz yetib kelishini ta'minlaydi. Hujjatlar bilan ishlashda doimo mas'uliyatli va ehtiyotkor bo'ling. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Umid qilamanki, men keltirgan misollar va bergan maslahatlar sizga qanchalik muhim va dolzarb ekanligini anglatdi. Moliyaviy dunyoda pul kelmaydi. Agar hujjat bo'lmasa, qoidasi nafaqat bir gap, balki qat'iy talabdir. Hayotingizda biron bir moliyaviy imkoniyatdan mahrum bo'lmaslik uchun hujjatlaringizga mas'uliyat bilan yondashing. Ularning tartibli, amalda va joyida bo'lishini ta'minlash bu sizning moliyaviy kelajagingizga kiritilgan eng yaxshi sarmoyadir. Bu mavzu bo'yicha sizning qanday fikrlaringiz bor? Sizning hayotingizda qanday hujjatlar bilan bog'liq muammolar bo'lgan? Quyidagi izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Agar videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa va foydali ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lsangiz, albatta videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda yana ko'rishguncha o'zingizni va hujjatlaringizni ehtiyot qiling.